Lola yoki Shahzoda? Shahzoda hozir ijod qilyapti, menimcha. Shahzoda umuman boshqa dunyo, Lola boshqa dunyo umuman. To'g'ri. Mana bugungi kunda Lola. Lola yoki Hamdam Sobirov? Bugungi kunda trend albatta Hamdam Sobirov. Hamdam Sobirov yoki Jahongir Poziljonov? Jahongir aka sizni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, mani akamsiz. Lekin Hamdam Sobirov. Hamdam Sobirov yoki Jahongir Otajonov? Jahongir aka Otajonov, nomer 1. Jahongir Otajonov yoki Yulduz Usmonova? Jahongir aka Otajonov, Ilzapa endi Hurmat qilasiz. Madonna, Ilzapani masalan kimdir bilan tenglash bu noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri. Bugungi kunda men sevaman, yaxshi ko'raman Jahongir aka Otajonov. Kelinglar, konsertim bo'ladi. Jahongir Otajonov yoki Mashhur Muhammad? Endi mashhur. Kecha Intervyular mashhur to'g'risi. juda maqtadingiz. Bo'pti, mashhur Muhammad. Mashhur Muhammad yoki Tohir Sodiq? Tohir Sodiq. Tohir Sodiqov yoki Botir Qodirov? Ovoz bo'yicha давайте Tohir Sodiq. Tohir Sodiqov yoki Munisa Rizayeva? Voy, albatta o'zimni taniyman buni, Rizayeva. O'ylab ko'rdingmi men nega parishon?